soch to'kilayotganiga, qosh, kipriklar to'kilishi ham holatlari uchrab turadi yoki bo'lmasam yoshligidan уже soch oqarib ketyapti. Ko'pchilikni agar ahamiyat bersangiz, oldin 45 yoshdan keyin sochlar oqarsa, hozirgi kunda 15 yoshli bolalar ham sochida oq topishi mumkin-da. Bu hammasi ekologiya, yeyotgan narsalarimizni sifatsizligi yoki bo'lmasam ximikatlarning ko'pligi, polufabrikatlarni ko'p yeyishimiz va gormonlarni shunga mos ravishda ishini buzilishi bilan bog'liq. Bunaqa paytda birinchi trixologga boriladi, o'sha yerga mahalliy ishlov beriladi, dorilar ichiladi. Lekin asosiy muammo gormonlardagi muammo qolib ketadi. Ko'p trixologlarni bilaman, o'zini hurmat qilgan, albatta birinchi endokrinolog ko'rigini tavsiya qilib, u bilan birgalikda o'zligini davolagisini olib borishadi. Lekin bizning xalqimizda qanaqa bilasiz-ku, trixologga ham bormaydi, endokrinologga ham bormaydi. O'rtog'i soch oqarganda ichgan dorilarini o'zi oladi-da, shartda ichib oladi. Meniki tuzalmayapti, seniki tuzaluvdi, menga tushmadi deydi-da, yana dalish yurishaveradi. Qanaqadir kattaroq sabablar paydo bo'lganda majburiyat yuzasidan endokrinologga kelishadi.